Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni yo'qdan bor qilgan va iymon ne'mati ato qilgan Janob Alloh ham sanoat bo'lsin. İnsoniyatga nur va mash'al bo'lib kelgan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Muhtaram qarindoshlar, bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema Ramazon ibodatmi yoki alvongmi degan tema haqida to'xtalamiz. Ya'ni biz Ramazon ibodat ruhi bilan muomala qilib o'tamdik yoki urf-odat shaklidagi alvong sifatida muomala qilib o'tamdik degan tema haqida to'xtalib o'tamiz. Allah bizni ibodat uchun yaratgan. Allah'ın bizni yaratishga maqsad Allah'a ibadet qilish uchun edi. Allah'a ibadet qilishdan iborat bu maqsad insonning yaratilishidagi eng yuksak maqsaddir. Va insonning vazifalarining ichida eng buyuk vazifa shudir. Allah'a ibadet qilish. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bo'lsin yoki jin bo'lsin, menga ibodat qilsin, itoat qilsin deb yaratdim. Allah bu insonni her türlü vasıtalar bilan ta'minlagan. Allah'a ibadet qilishga yordam beradigan her türlü fursatlarni yoki vasitalarni yaratib bergan. İnsanning ibodatga taklif qilinishi Allah bilan bo'lgan aloqasidagi ochqichidir. İnsonning ibodat taklif qilinishi Allah bilan munosabat o'rnatish, Allah bilan suhbatlashish haqqidagi asosdir yoki og'amchidir. İnsanning ibodat taklif qilinganligi yaratquchisi va parvardigor bo'lgan zot bilan aloqa qilishning vositasidir qarindoshlar. Allah Teala insonlarga farz qilgan ibodatlar har xil shaklda bo'lgan. Bu ibadetlerden içinde bedeni ibadetler var, beden bilan qilinadigan, ruh bilan qilinadigan ibadetler var, ihtizat orqali qilinadigan ibadetler var, ahlak orqali qilinadigan ibadetler var, fikir orqali qilinadigan ibadetler var. Demek ibadetmi her xil şekilde, her xil türde kelgan. Onun ustiga bu ibadet vaqtga kelgan emas. Yoki bir haftalik kelgan emas. Bu ibadet özlüksiz davamlaşıp durur. Yıl boyu ibadet qilish üzülüp qolmaydi. Bu ibadetlerinin qatarida Ramazan yıllık bir ibadet. Yılda bir ay kıldıgan bir ibadet. Şuna her yıl Müslümanlar ruhaniyet küçümedigan, Allah bilan bo'lgan aloqasini yaxshilaydigan, taxmiy imoniy kuch oladigan bu ayni 4 ko'zi bilan kutib turadi. Lekin Ramazan bu ay başqacha bir şekilde geldi. Dünyani vaba kaplagan bir xil holat keldi. Uylarimizga qamaldik. Ramazan doğan bo'lsa masjidlarga bordik. O'zaro iftorlar chaqirishatdik. İjtimoiy aloqalarimizni zid shaklda bir taraf qilatdik. Lekin bu qatim undaq bo'lmadi. Endi Ramazonni qanday muomala qilsak bo'ladi? Namazlarımızda, taravih namazlarımızda qanday ado qilsak bo'ladi? Cuma o'qiyanmayapmiz, jamoat namozi o'qiyanmayapmiz, masjidlarimizga borolmayapmiz. Qanday bir taraf qilsak bo'ladi degan bu savol har bir musulmonningki kallasiga keladi va chiroyida namoyon bo'ladi. Lekin hammamiz e'tirof qilish tegishlik, keskin ishonch qilish tegishlik. Haqiqat shuki, yaratquchisi bo'lgan Allohni tushungan musulmon va bu koinot yoki hayot butun narsalarni ibodat qilishning vositasi deb tushungan musulmon masjiddan iborat bir vosita yo'qolib ketib qolsa yoki masjid taqilib ketib qolsa boshqa vositani topolmadim deb o'tmaydi. Yaratquchi zotni tushungan ve bu kainatning hammasi ibadet qilishning vositasi deb qaragan musulmon masjiddan iborat bir vosita taqilib qolsa
vaqti hiç taqlab qalsa, men boshqa vas topolmadim. Hem ibadet kılanmaydıgan buldum. Yak Ramazan'ın faziletiga erişemaydigan buldum. Yak Ramazan'ı mükemmel tutanmaydigan buldum demeydi. Çünkü mescidden ibaret, yak başka vasıtlardan ibaret, bu vasıtlarını yartıp bergen Perverdigarimiz bizni ko'rib turdi. Bizni ibadet kılınlar deb buyurgan Perverdigarimiz. Men sizlarni ibadet qilish uchun yaratdim degan Perverdigarimiz bizning holimizni ko'rib turdi. Bizning har qanday holat ibadet qilishga buyurilganligimizni biladi. İmkan va sharoitda qulaylik sharoit masjid ibodat qilgan bo'lsak, imkoniyat bo'lmagan zamonlarda yanalam ibodat qila oladiganligimizni Alloh taolo biladi. Shunga uning vositamizga yaratib bergan. Bugun kunlikda masjidlar to'plashanmagan bo'lsak, masjidlar jamoat namozi o'qiyanmagan bo'lsak, bu Allohning taqdiri. Biz Allohning taqdiriga rozi bo'lishimiz, kuchimizning yetishicha buning maslashga urinishimiz lazım. Bugün bu sharoitda masjidga borolmasakmi, Ramazan'daki jamoat bilan bo'lgan ruhaniyatidan huzurlanmagan bo'lsakmi, lekin qalbimiz bilan ibodat qildigan, aqlimiz bilan ibodat qildigan, nafsimiz bilan ibodat qildigan bu xil holatga ega bo'lamiz ega. Biz Ramazan'ı ibadet deb qaraydigan bo'lsak, Ramazan'ı odamiylikninki taqazzosi deb qaraydigan bo'lsak, Allah'a ibadet qilishning vositasi deb qaraydigan bo'lsak, biz odatga aylantirib olgan yoki alvon shaklda deb qaragan shakli ibodatdan chiqaylik. Shakli ibodatdan chiqsak, yanalam bu Ramazan'ның ruhaniyatiga erisha olamiz. Ramazan'ның fazilatiga erisha olamiz. Afsuski, Ramazan'dan iborat bu büyük farz ibodat ba'zilarning nazar faqat urf odatga aylanib qolgan. Ediganda tamoq yesa, kech iftor qilsa, insof qilsa, tarovih namozi o'qib qo'ysa, Ramazan tutdim, Ramazan tugdi, mas'uliyatni ado qildim degan odatga aylanib qolgan. Ramazan'ning ruhi, Ramazan'ның mohiyati ba'zilarning nazarda yo'qolib ketib qolgan. Belki bugün insoniyatning beshiga kelgan bu xafalık bizni qalbinglar bilan ibodat qilinglar, badaninglar bilan ibodat qilishga ilgari qalbinglar bilan ibodat qilinglar deb qalbimiz bilan ibodat qilishga tashabbus qilgan bo'lsa kerak. Qalbimiz bilan ibodat qilishga, ruhimiz bilan ibodat qilishga, vijdonimiz bilan ibodat qilishga, axloqimiz bilan ibodat qilishga markazlashtirishga buyurish uchun kelgan bo'lsa kerak. Biz ibodatlarimizni badanimiz bilan qilishga ilgari ruhimiz bilan qilish, qalbimiz bilan qilish va aqlimiz bilan qilish uchun tövendeki bir qancha nuqtalarga qarab baqaylik. Birinchi, Alloh taolo qulchilik qilish bizning hayotimizdan hech qanday bir vaqt to'xtab qolmaydigan, ya cheklim qilmaydigan bir ibodat. Alloh qulchilik qilish bizga her qanday vaqt yüklengen, her qanday vaqt farz qilingan bir ibodat. Yoki bir mas'uliyat. Şu Allah qulchilik qilish yoki ibodat qilishdan iborat bu mas'uliyat hech qanday bir vaqtida to'xtab qolmaydi. Hech qanday bir vaqtida cheklanguch qilmaydi. Hech qanday bir sharoitda to'salg'uch qilmaydi. Har qanday holat ibodat qila olamiz. Chunki biz sog'lom bo'lsakmi ibodat qilamiz, kasal bo'lsakmi ibodat qilamiz. Safarda olsakmi ibodat qilamiz, safar bo'lmasakmi ibodat qilamiz. Jang maydonida olsakmi ibodat qilamiz, tinch yashayotgan sharoitda olsam ibodat qilamiz. Masjidda olsakmi ibodat qilamiz, maktabda olsakmi ibodat qilamiz. Demak, bu ibodat qilish musulmonning hayotidan ayrilmaydigan bir parcha. Çünkü bugün kunlikda vaboning tarqalganligi va masjidlarning vaqtli taqalganligi hergizmi bizden qulchilik qilishimizga, Allah'a ibadet qilishimizga to'salg'i bo'lmaydi. İbadet qilishga zanjir kishanlarni salolmaydi. Çünkü bizden ibadet qilishimiz hayotlan bo'ldi ekanmiz, tiniqimiz mavjud bo'ldi ekan, Alloh taolo her zaman ibadet qilishimiz bo'ynimizdan majburiyat. Bu ibadet hech qanday bir to'salg'i bo'lmaydi. Şu biz bugün kunlikdimi
Ramazandan ibaret bu ibadetimizni hazır şarayette şeriatimizning ta'limoti uygun holatda elib bora olamiz. Qaraydigan bo'lsak, dinimiz endish yuz bergan, qo'rqinch yuz bergan, yak jang holati yuz bergan vaqtida salatul xavf deydigan, ya'ni qo'rqinch namozi deydigan bir namozni yo'l qo'ygan. Namozni masjidda o'qish tashabbus qilgan. Lekin jang holati bo'lsa-mu, ko'rish holatida bo'lib qolsa-mu, namoz o'qimaslikka bano yo'q dedi. Salatul xavf degan bu shakl bo'yicha o'qiysizlar dedi. Jang maydonining tuzum bo'yicha elib berilgan namoz bo'yicha o'qiysizlar dedi. Unda o'qigan vaqtida namozdan iborat bu ibodat hech qanday to'xtab qolmaydi. Shuningdek, ro'zdan iborat bu ibodat hech qanday to'xtab qolmaydi. Agar biz shariatimiz yo'l qo'yib bergan usul bo'yicha yoki vositalar bo'yicha ibodat qilsak, buning ejri kemiyib ketamiz, kemiyib ketmaydi. Bir odam shariatning yo'lini tutib manaman desa, imkoniyat sharoit bo'lsa shuni to'liq qilatdim deydigan iroda bo'lib qolsa, savobga erishaveradi. Chunki Alloh taolo o'z iroda qilgan shaklda ibodat qildi. Herkes kişiler irad qilgan ya kişiler arzu qilgan shaklda emas. Allah o'z irad qilgan shaklda ibodat qildi. Bugun kunlikda bizning o'y solinib turib, o'y qamilib turib ibodat qilishimiz Alloh taolo irad qildi. Bu mu Allohning irodasi. Bu birinci mesele. İkinci mesele, Ramazan'ı canlıq qalbimiz bilan kutib olaylik. O'yg'oq qalbimiz bilan kutib olaylik. Bedenimiz bilan emas, shakli holatda emas, ruhaniyatimiz bilan kutib olaylik. İtoatga oshiq qalb bilan kutib olaylik. Mush Ramazan bir tezroq kelsa bo'ladi. Ramazanning rahmatiga erishsam bo'ldi. Ramazanning mag'firatiga erishsam bo'ldi degan ruh bilan kutib olaylik. İman nuriga intildigan, imanni jonlantirishga intildigan qalb bilan kutib olaylik. Allah'ın razılıqıga aldiraydigan qalb bilan kutib olaylik. Shahodat so'zini aytganligida izzat sharaf his qildigan, faxrlanadigan qalb bilan kutib olaylik. Şu an qaysi bir odam shahodat so'ziga ishonchisi bo'lsa, qalbida shahodat so'z jonliq bo'lib qolsa, bu o'g solinib qolganlik bilan yoki mas chiqmaganlik bilan ummidsizlik his qilmasin. Üçüncü, farz namazlarımızda, nafl namazlarımızda ve taravih namazlarımızda bugünkü şaraitte öyde okusak ne bo'ladi? Öyde okuşmu şeriatning ruhiga uygunmunsa uygun. Allah Teala bizni ibadet kılanda buyurdu. Ama ibadetning vası bu şekilde bizge bugün takdir kıldı. Mescid çıkamaydigan bir halatda Allah o'zi yaratdi. Mana Peygamberimiz qarasak ve sahabi kiramlar qaraydigan bo'lsak, möldir yaqqan, qattiq eğer yomg'ir yig'ib ketgan vaqtimi, bugungidan xatar ozroq vaqtimi uyda namoz o'qigan. Unda o'qigan vaqtida bizningki bugunkidek vabo avib ketgan, xuddi o't ketganga o'xshab hammaga tutashgan, dunyoni bir qoplagan, odam to'plasa taximi ulg'ayib ketadigan bu sharoitda uyda namoz o'qisak, shariatning ro'yiga uyg'unmisiz uyg'un. Şariat ruhsat qilganmiz, ruhsat qilgan. Unda o'qigan vaqtida olimlarning ko'rsatmasiga bo'ysunish va bu sog'liq masalasida, sog'lomlik masalasida doktorlarningki ta'limotiga bo'ysunish bu shar'iy jihatdan vojib. Islomning ruhi shuni taqozo qiladi, shuni taqozo qiladi. To'rtinchi masala, islom nazarida ziminning hammasi ibodatxona. Ziminning hammasi masjid. Ziminning hammasi pok. Nadil bo'layli, Allohning rizolik shu yerda bor. Dunyoning qayerda bo'layli, dengizda bo'layli, qurg'oqda bo'layli Allohga ibodat qila olamiz. Shu biz masjiddan iborat bir vosita. Masjid ibodat qilishdan g'oya emas. Shu masjiddan iborat bu vositani çoğun bir g'oyaga aylantirib olmaydi. Masjid bo'lmagan ekan, xuddi Ramazonning 50% savob yo'qolib ketadigandak, Ramazonning fazilati ne'matlariga erishamaydigandek, unda bir ummidsizlikka, ruhsizlik tushmaydi. Masjid namoz o'qiganmasak, yo'l xaritasi yo'q deb qo'ydigandek, kompasni yo'q deb qo'ygandek tuyg'u kelib qolmaydi. Biz qalbimizni masjid qilaylik.
Qalbimizni mihrab qilaylik. Chunki masjidning maqsad bir vosita. Allohga yaqinlashishdan bir vosita. Biz qalbimizni masjid qilaylik. Qalbimizni mihrab qilaylik. Alloh taolo o'lishadigan mihrab qalbimiz bo'lsin. Bizning qiblamiz, g'oyimiz Alloh bo'lsin. Her yerda Allohga ibodat qila olamiz. Chunki Alloh taoloni zaman, makon cheklimga olmaydi. Bugun zaman bunda bo'lgan bo'lsa, Alloh ibodat qilishni to'sab qolmaydi. Makonmu Alloh taologa ibodat qilish to'sab qolmaydi. Shunga biz masjidning ibodat sababga istilib, bu sabablarni yaratuvchi Alloh taologa eslashdan mahrum qolmaydi. 5-masala qarindoshlar, jamoatning ajridan quruq qoldik deyishinglar mumkin. Quruq qolmaymiz. İrade bo'lsa, qalbimiz sab bo'lsa, quruq qolmaymiz. Mana uyda jamoatimiz bor, oilamiz bor, bolalarimiz bor. Biz uyni kichik masjidga aylantira olamiz. Bola chaqalarimizni jamoatning savobiga ega qila olamiz, erishtira olamiz, o'rtoqlashtira olamiz. Bola chaqalarimizni iymonning ruhini yangiya olamiz. Bola chaqalarimiz orqali oila jamoatini shakllantira olamiz. Öylerimizge rahmet, öylerimizge mağfiret kondura alayımız. Biz başka vaxtlarda ailemiz bilen tamak yege vaqt birleşken bolsak, yoki film ko'rgicha birga o'tirgan bolsak, mana hozir Qur'on o'qish bilan, ibodat qilish bilan, namoz o'qish bilan, ruhaniyat bilan birlik holatini yoki jamoat holatini shakllantira olamiz. 6-masala, musulmon her bir ishni yaxshilab qarash lozim. Mu'minlik suftiga erishgan mu'minninki hamma ishi yaxshi. Chunki payg'ambarimiz ajaban li amril mu'min. Mu'minning shayraman. Buni hamma ish yaxshilik olib keldi ekan. Hamma ish savob olib keldi ekan. Hamma ish muvaffaqiyat olib keldi ekan. Hamma ish Allohning rahmat roziligiga erishtirdi ekan. Bu sifat faqatla mu'minga xos. Mu'mindan boshqa odamlar bu sifatga, bu fazilatga erisha olmaydi. Qanday gap bo'lsa, mu'minga ziyon kelsa-mi sabr qiladi ekan, savob ekildi ekan. Biroq ne'mat kelib qolsa, shukr aytadi ekan, yana uningga yaxshilik savob ekildi ekan. Bu fazilat mu'minga xos. Demak, bugun bu ziyon, bu ofatmi, yani sabr qilsak, yana ham xayrallar, yaxshilikmiz yaxshilik. Ne'matmiz ne'mat. Biz azobning o'zini Alloh taolo bir bo'lik insonlarga bergan azob desak, buni ne'matga aylantira olamiz, biz aylantira olamiz. İtaat bilen, ibadet bilen, tövbe istig'for bilan aylantira olamiz qarindoshlar. Fursatni g'animat bilaylik. Biz yana bir Ramazonga, keladigan Ramazonga erishalamdik, erishamandik buni bilmaymiz. Ajal Allohning qo'lida. Shu Alloh bergan bu fursatni g'animat bilaylik. Buningdan obdan foydalanaylik. Boshqa vaqtlarda fursatım bo'lsa, etikab turib olsam bo'ladi. Kur'an'ı bir tüktü alsam bo'ladi. İslam'ni tushundiradigan bir kitobni ko'rib olsam bo'ladi. Yoki falan kitobni o'qiganmigandim deb dunyoning shu mashg'ul bo'lib ketgan bo'lsak, mana fursat keldi. Alloh fursatni berdi. Bundan obdan bahramon bo'laylik. 7-masala, Ramazon oyi normalda insonlar ibodatga erishman bo'ladi. İbadet işlerinde ve yaxshilik ishlar bir-biri raqobatlashib, beslashib. Bu Ramazonning xarakter. Jamoat namoz o'qimaydiganlar jamoat namoz o'qiydigan, zakatini bermaydigan cho'yinlar zakatini beradigan, namoz o'qimaydigan fasiq namozni boshlab oldigan ayda bir fursat. Bu Ramazonning ruhaniyati. Endi bugun kunlikda o'zimizga bir qarab boqaylik. Bu insonlar ibodatga intildigan, ibodat va yaxshilar taqimi beslashgan bu sharoitda bizda ibodat ruhi bor. İbadeti canlıq turalatamdık. Fursat varmız, fursat var. Oldu keynimiz hiç kim yok. Bizni meşgul kıldığan iş takı yok. Bir adam bizni kürüs tutmaqlar, ya kamera koyup koymaqlar. Erkinlik varmız, erkinlik. Xalıqancha ibadet qila alaymiz. Nafil namazdan sanını xalıqancha aşırıp okuya alaymiz. Bir pardan okuyduğun bolsak normalda hazır 5 par belki onun cık okuş imkaniyeti var. Fursat bazı fursat. Bir qarab bakayım. İbadet ruhu bilan qilib o'tamdik yoki bir para o'qishni alvangda ko'ra o'tamdik. Tarovih namozi o'qishni alvangda ko'ra o'tamdik. O'zimizda o'rinliq bormi yo'qmi?
Ümitsizlik var mı yok? Qarayın. Bu Ramazan insanı irade ata kıldığan, sabır ata kıldığan, manevi hatırcamlık ata kıldığan, psixik hatırcamlık ata kıldığan bir merkezdir. Bu alaydı bir büyük nimet Ramazan. Bu arkalık her bir adam, her bir Müslüman özünün qanchılıkligini biladi. İmanının qanchılık saviyada ekanligini biladi. İbadetga qanchılık muomala qilganligini biladi. Axloqidan qanchılık o'lchamda ekanligini biladi. Eng yaxshi fursatimiz. Bu fursatda boshqalar ko'rmagan bir fursatda men davoli bo'lish kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizda illat bo'lgan bo'lsa, g'ururlik bo'lgan bo'lsa, sal qarash bo'lgan bo'lsa, tuz söyleshdan eng yaxshi fursat. Buni aldiraylik qarindoshlar. 8. mesele mescidler cemaat namazı okuş ümmet kıldığımız burun nimetin bilmegen bolsak emnis kıldık öyle sallanıp kaldı. Enenki Ramazan mezgillerde imkaniyet olup kalsa haramga berip şu yerda bir necha kun ibadet qilib kelsak deydigan bu ümmet her birimiz bardi. Bugün öyle sallanıp kaldı. Yani bugün kıllıktı mı? Mescidde namazı okuganlıkның savabını ve haramga berip ibadet qilib kelgan savabını erishkini bo'lamiz, erishkini. Niyet to'g'ri bo'lsa, niyet durust bo'lsa. Agar jahon tirishi bo'lgan bo'lsa, imkoniyat bo'lgan bo'lsa, erkinlik bo'lgan bo'lsa, pul bo'lgan bo'lsa, haramga berib bir qancha kun ibadet qilib keldim degan bu niyet biz samimiy bo'lsa, ixlos bo'lsa, niyet orqali yanalam savob erishamiz. Mana payg'ambarimiz Muhammed Aleyhisselam'dan bir şartı karam. Peygamber Aleyhisselam bir güne bir jangda turib shundoqdi. Biz hazır jang meydanıdır. Bir qarindoshlarimiz shaharda qolib qoldi dedi. Yani Medinada qolib qoldi dedi. Biz bu jang meydanida qaysi bir yo'l kirgan bo'lsa, qanday bir faoliyatni qilgan bo'lsak, ular biz bilan birga bo'ladi dedi. Biz bilan birga bordi. Ularning kagisi bordi. İşli qiyğısı batı, muş faziletki erişkisi batı. Lekin özür sebeple kilenmeye kapqagan. Demek ularning niyeti durust bo'lganlik uchun, irodasiz şu ishni qilish bo'lganlik uchun jangi chiqanmasimi, jangni qilganga savob berishidi deydi. Unda o'ga vaqtida bizning haramga berish umidimiz bor, niyetimiz bor. Qilanmadik, imkoniyat bo'lmadi. Unda o niyetimiz sap bo'lsa, haramga borgandek savob berishamiz. Masjidda namoz o'qigandek savob berishamiz. Bir shart niyet durust bo'lsa sap bo'lsa. Mana qarasak, ecrini aşığını bulgan fursatlar bu. Savapqı köplep erişkin olgan fursatlar bu. Bir yetim aileden aldı haber alayın. Haramga işiltadigan, nepli ibadet üçün bardigan, nepli ömür üçün bardigan bu. Maqsad üçün jiqqan, yak niyet qilgan pulni bir yetim aile üçün işiltaydi. Yoki millatning kelgusi askarlari bo'lgan o'quvchilarning holidan xabar olish uchun ishlataydi. Biz haramga bormoqchi bo'lib qolsak, az degan 1000-2000 dollar pul ketadi. Ömür qilish uchun. Biz bu pul bilan bir o'quvchini 1 yillik, 2 yillik xarajini ko'tara olamiz. Tugamaydigan, uzilmaydigan savob berisha olamiz. Buni hozirmiz. Haramga ko'ra shuncha bilan intilamiz. Savob ne deymiz? Bamiz umma masjid, bu yatkisi masjid. Amma uning o'rnida bosadigan savob bormi, savobmi? Haram berish imkoniyati bo'lmasa, mana oldinda o'quvchi turib. Odam yetishtirishga muhtoj. Millatni qutqizish uchun adam tarbiyalashga muhtoj. Qobiliyatli odamlarni ko'paytirishga muhtoj. Savob umid qilgan bo'lsak, savobning yo'llari yomon ko'p. Ibodatning yo'llari yomon kar. Demak, Allah qalbi bilan so'yinib ibodat qilgan odam bilan shakli ibodat qilib qo'ydigan, a'zolari bilan ibodat qilib qo'ydigan, yoki urf-odat shaklda ibodat qilib qo'ydigan, yoki olvon shaklda ibodat qilib qo'ydigan bu odamlarning orasi farq bor. Ramazon keldim tutmasam haq zonni yetarmiki? Jamiyatdan ayrilib qolamanmiki deganga o'xshash. Olvon shaklda qaraydigan bu odamlarningki orasida farq bor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la yanalallahu luhumahuma ve la luhumuha ve la dimauha velakin yanaluhu takva minkum. La yanalallahu luhumuha. Siz kurbanlık qilsanglar. Bu kurbanlıkning go'shtlari Allah yetmaydi. Allah yemaydi. O'zinglar yeysiz. Uni qanini Allah ichmaydi. Buningdan maqsad
bir taqvolik narsa bor deydi. Alloh aytadi. Ya'ni sizlar Allohning buyrug'iga bo'ysunib, Allohning roziligini izlab qilib qilgan bo'lsanglar, Alloh taolo sizdan ko'radigan bir taqvolikni ko'r. Bir samimiylikni ko'r. Yetadiganimish. Ammo uningdan boshqa go'shtlari, boshqa narsalar o'zingizga o'zinglik qiladi. Demak, shariatninki bizga belgilagan mas'uliyatlar va ko'rsatmalarni nima taqozo qiladi? Samimiyatni taqozo. Ruhni qo'lish taqozo qiladi. Mohiyatni taqozo qiladi. Shariatning ko'rsatmalarininki taqozosi ruhid namoyon bo'ladi. Bu ibodatlarning asosi ixlosdan namoyon bo'ladi. Alloh iroda qilgandek ibodat qilishdi. Afsuski ba'zilarimiz bu ibodatni odatga aylantirib oldi. Ruhsiz badanga aylantirib qo'ydi. Lekin Allohning ummat qildigani bizdan ixlos, samimiyat, taqvolik. Esimizda bo'lsinki, biz Ramazonga ibodat qilmaymiz. Ramazonning parvardigori bo'lgan Allohga ibodat qilamiz. So'ng bu samimiyatga yoki ixlosga sal qaramaydi. Allohga ibodat qilish yoki Ramazonning egisi bo'lgan Allohga ibodat qilish bu tarovih namozi bilan tugamaydi. Masjidda tarovih o'qish bilan buning savob fazilat tugamaydi. Yoki bu ish Allohga ibodat qilish Ramazonda masjid tarovih o'qishga cheklanib qolmaydi. Balki bir och qolgan odamni Ramazonda uning holidan xabar olsak, qiyinchiligi va odamning holidan xabar olsak, millatning dardiga yetilgan bir ishni qilsak, yanada bu savobni qilaveramiz. İbadetning doirasi keng. Bu ibodat masjidga bir qancha rakat namoz bilan yoki Masjid Haromni ziyorat qilib qo'yish bilan yoki tarovih namozi shakllanib qolmaydi. Ibodatning doirasi keng. Musulmonning hayoti fikr sog'lom bo'lsa, aqidasi joyida bo'lsa, axloq rus bo'lsa, qilayotgan ishlar to'g'ri bo'lsa, nima ish bilan shug'ullansin, ibodatimiz ibodat. Nima ish bilan shug'ullansin, hayot jihatimiz jihat. Mana bu islomning ko'rsatmasi. Buna bir misol olaylik. Maymuna ismli bir ayol payg'ambarimizdan so'rabdi. Men Qudusga berib masjidni ziyorat qilgan bati. Mush to'g'riliq bir az bir tushunchaga ega bo'lsam, deb bergan bo'lsalar degan payg'ambarimiz Qudus masjidida namoz o'qish, bir rakat namoz o'qish, boshqa yerda 1000 rakat namoz o'qiganga o'xshash savob berishadigan savobi ulug' masjidlarning qatoridan dedi. Bu ayol so'radi. Niyatimda bag'im bor. Lekin men borolmay qolib qolsam qanday bo'lar? Shu savobdan quruq qolamanmi degan payg'ambar alayhisalom, agar o'zing borolmasang, shu masjidni yo'rtadigan chiroqninki meyni, ya'ni burunqi jin chiroqlar qo'ydigan yig'ini bo'lsa-mu avatib. Ya'ni shuning pulini avatib. Sen bir masjidni nurlantirsan, o'zing borolmasang, shu bir yo'rug'lik chiqarsan, xuddi oshak berib ibodat qilganga savob bersan. Demak, niyat durust bo'lsa, bizning iroda bo'lsa, bu savobga, bu fazilatlarga har xil yo'llar bilan, har xil usullar bilan erishamiz. Bu shariatning kengchiligi. Mana bu shariatning ro'yi. Oxirida bir savol tushdi. Masjid yo'q, tarovih namozini qanday ado qilishimiz deyishim mumkin. Bu yillik tarovih namozini boshqa bir tajriba qilib baqsaq mumkin. Masjidda necha zamoningizda jamoatning bir a'zosi bo'lib namoz o'qigan. Bu yil bir imom bo'lib qolgan har biringlar o'zingizga, bolalaringizga ayol imom bo'ladi. İmamның mas'uliyatini tonib qolgan. Qur'onni qarimlardan tanışgan bo'lsangiz, bu da ovozinglar bilan o'qib baqing. Qanchalik o'qiy olsangiz o'qing. O'qiyanmagan bo'lsangiz bu fursatda o'rganib oling. Har kuni tarovih namozini o'qing. İmmoxnim yo'q deb bana ko'rsatma. Masjid yo'q deb bana ko'rsatma. Qur'on qarab turib qari olmasang, Qur'on qarab turib bo'lsa o'qing. Qur'on sizga xitob qilayotgandek shaklda o'qing. Qur'on sizga tushgandek ruh bilan o'qing. Kuchingizning yetishcha oyatlarni bir o'ylang. Oyatlarning tarjimasiga, tafsiriga qarab chiqing. Qur'onga chiq ahamiyat bering.
namozga ahamiyat bering. Qur'on qarab o'qisaqmi, yod bo'lmay qolib qolsa, ruxsatmisiz ruxsat. Oldimiz qo'yib cho'ngroq Qur'on bo'lsa, bir bat yoki yarim bat o'qiylik. Tarovihni tashlamaylik. Masjid tarovihni tashlashning bahonasi emas. İmam yo'q dedish bahona emas. O'zingni bir imom bo'lib qala musulmon bo'lgani. Necha yil bo'lsa musulmon bo'lgani. Bir par Qur'onni bilmaysizlar. Hech bo'lmasa 10 surani bir joyda o'qishni bilmaysizlar. O'zingni imom bo'lang. Hijr olan o'rgan ol bukun. Agar Qur'onni qarab o'qiy oladigan bo'lsanglar, o'qishga bir tirishing. Xato o'qib salam demak deb ensirmang. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ını yaxşı, ölçemlik okuyalaydığı adam periştiler bilen birigi buludu. Kur'an'ı okusu kekeşlep kaldıgan, bazı kışılınıp kaldığı adamga 2 geceli savap buldu. 2 savap deydi, bir eslemez. Kekeşlep okusu mu? Bazı da cahit tüsük okuyamışsın, yani 2 savap var. Biz күнде bir 2 ayetden mezmunu qarayız. Merkezleştireyik. Kalbimizi bir sappa qaylayız. Aqlimizga bir qo'yib baqaylik. Nafsimizga uningga qanchalik moslashal qarab baqaylik. Chunki Qur'oni Karim insonning aqliga, insonning qalbiga his tuyusiga xitob qildi. Buni unutib qolmaylik. Tushunaylik, qalbimiz bilan ta'sirlaylik. Har bir aqlimizning haqqini beraylik, tushunish jihatda qalbimizning amal qilish haqqini beraylik, a'zolarimizning tatbiqlash haqqini beraylik. Demek bunun bir tecrübe bakayım. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.